Toshkentda yo'lning belgilanmagan qismini kesib o'tayotgan maktab o'quvchisini Cobalt avtomashinasini boshqargan haydovchi urib ketdi. Voqea aynan mana shu yerda yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, holat kecha 10-fevral kuni Yakkasaroy tumani Yusuf Xosxojib ko'chasida sodir etildi. Ushbu avtohalokatga yo'l yuzidagi savdo shoxobchalarining birida ishlovchi fuqaro guvoh bo'lib qolganini aytdi. Скорее всего, bola o'rtoqlari bilan kelyotdi. По-моему, shu yo'lga uchib chiqib ketdi shuni. Chunki bu yerda baribir katta tezlikda yurishmaydi-da mashinalar o'shanga. Yugurib chiqib ketdi, по-моему, shu mashinaning to'g'risiga tushdi-da. Shundoq qaradim, qaraganda o'sha bola havoda uchayotdi-da. Cobalt mashinasi edi. Signal chalindi, bola o'zi uchayotdi-da. Cobaltda urgan mashina bolani solib olib ketishdi. Voqea esa ushbu yo'lda harakatlanib ketayotgan avtomashinalarning biriga o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Ushbu holat bo'yicha voqea joyiga bordik. Piyoda yo'lni belgilanmagan qismdan yugurishi hamda haydovchini piyodani ko'rmay qolish oqibatida shu holat sodir bo'lgan. Hozirgi vaqtda shu holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan demak dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Holat yuzasidan haydovchi zudlik bilan piyodani yaqin atrofdagi shifoxonaga olib borgan va piyodaga birinchi yordam ko'rsatgan. Taxminan 30-40 metr masofada tasdiq olinmagan piyodalar o'tish joyi bo'lishiga qaramasdan piyodani yugurib qolish oqibatida shu holat sodir bo'lgan. Haydovchilardan, piyodalardan yo'llarda qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Shu o'rinda hurmatli ota-onalar, bog'chaga, maktabga qatnaydigan farzandlaringizga yo'l harakati qoidalarini muntazam ravishda o'rgating, zero bolalar qoidalarni juda tez unutishadi.